Amerika Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi vakili Chin Changuni o'z ichiga olgan 4 Xitoy amaldoriga Uyg'urlarni bostirganligi sababli embargo yurgizganligini e'lon qilgandan keyin Xitoy buningga norozilik bildirdi. Xitoy Amerikaning embargo qaroriga tang darajada qarshilik bildirganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning qarorining Xitoyning ichki ishlariga og'ir darajada aralashish bo'ladiganligini aytdi. O bu xato qaror uchun Xitoymi Amerika amaldorlari va organlariga qarshi embargo yurgizdi. Amerikani bu xato qarorini tuzatishga chaqiramiz. Agar Amerika bundoq davomlashtirsa, Xitoymi qarshi jazo qo'llanadi dedi. Shuning bilan birga Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq surgunli Sharq Turkiston tashkilotlari Amerikaning Xitoyga qarshi qarorini mamnuniyat bilan qarshi oladiganligini bildirdi hamda Yevropa va boshqa davlatlarning bunday qarorlarni chiqarishga chaqirdi. Dunyoga dangliq markalardan biri bo'lgan Lacoste yaqinda Sharq Turkistonda majburiy emgakka chetishlik bo'lgan deb qaralgan ta'minlash zanjiri bilan barliq munosabatini uzadiganligini e'lon qildi. Adidasdan keyin dangliq oyoq va kiyim-kechak markasi bo'lgan Lacoste'ning bu vaqtdagi sezgir qarori qizg'in qarshi olindi. Bu yil martda Avstraliya strategik siyosat instituti e'lon qilgan bir dokladda Xitoydagi to'qimchilik va kiyim-kechak zavodlarida Uyg'urlarning majburiy emgakka silinganligi o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, Yevropa parlamenti a'zosi Rafael Gluckma bu haqda bir faoliyat qo'zg'agan edi. U Xitoydagi bu xil fabrikalardan mal oladigan 83 dangliq kiyim-kechak markasi bilan maktub yoki bevosita aloqalash orqali Lacoste va Adidas qatorliq ba'zi shirkatlarning Xitoydagi ta'minlash zanjiridan aloqasini uzish haqida va'da berganligini aytgan edi. İyi partiya tarafidan Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur turklariga qartilgan bostirish va zulmlarni tekshirish maqsadida Turkiya Buyuk Millat Majlisiga sunilgan taklif hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi va Millatchi harakat partiyasi tarafidan rad qilindi. Turkiya Cumhuriyet Xalq partiyasi Ichki ishlar komiteti a'zosi Erkan Aydin ommaviy taratquv hisobida buningga norozilik bildirib, Xitoyning bostirishiga uchrayotgan Uyg'ur turklarining masalasini tekshirish haqidagi bir taklif Oq partiya va Millatchi harakat partiyasi tarafidan rad qilindi. Har fursatda zulmni tilga oladiganlar zulmga tomoshabin bo'ldi dedi. Xitoyning Qozog'istondagi bosh elchixonasi Qozog'istonda tez suratda tarqalayotgan o'pka yollig'iga qarata Xitoy fuqarolarini ogohlantirish uqtirish tarqatgan. Xitoy elchixonasi WeChat orqali tarqatgan uchurda Qozog'istonda bayqalgan noma'lum bir o'pka yollig'ining iyun oyida Wuhan virusiga qaraganda 2 yuqori o'limga sabab bo'lganligini aytgan. Uqtirishda Qozog'istonda bu yilning yarmida bu xil kasal sababli 1072 kishining hayotidan ayrilganligi, ularning yarmidan ko'pining iyunda vafot bo'lganligi aytilgan. O'lganlar orasida Xitoy fuqarolarining borlig'ini aytgan Xitoy elchixonasi bu xil o'pka yollig'idan o'lganlar soni Wuhan virusidan texmo ko'p deb ogohlantirgan. Qozog'iston Sahiyya ministerligi bo'lsa bayonot e'lon qilib, Xitoy elchixonasining uchurining yolg'onligini aytdi. Bu uchurni tarqatgan Xitoy xabar torining yolg'on xabar tarqatganligini ilgari surdi. Ba'zi Xitoy taratqularida chiqqan Qozog'istondagi yangi tipliq o'pka yollig'i haqidagi xabarlarning yolg'onligini aytgan Sahiyya ministeri, ministerlik va boshqa tadqiqot organlarining bu kasal haqida selishtirma tadqiqot elib berayotganligini, lekin tadqiqotlardan texi aniq bir natija chiqmaganligini bildirdi. Tarixiy Aya Sofiya masjidining Turkiya diniy ishlar idorasiga o'tkazib berilganligi haqidagi qarornoma rasmiy gazetda e'lon qilindi. Turkiya Davlat ishlari kengashi Aya Sofiyaning masjiddan muzeyga aylantirilishi haqida 1934-yili 12-noyabr chiqarilgan Ministrlar kengashi qarorini amaldan qoldirdi. Turkiya davlat raisi Erdo'g'an davlat kengashining qaroridan keyin xalqqa xitob nutqi so'zildi. U Aya Sofiyaning 24-iyul ibodatga echiladiganligini e'lon qildi va diniy ishlar idorasi bu vaqtda munosabatli xizmatlarni boshladi.
Aya Sofiya masjidiga pul to'lab kirish belgilamasini amaldan qoldirdik. Barliq masjidlarimizga o'xshash Aya Sofiyaning darvozasi hammaylarga mangu ochiq bo'ladi dedi.